Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz yangi Marg'ilon shahriga tashrif buyurganmiz va bu yerda navbatdagi mijozlarimiz, ya'ni To'yona gilam zavodini sendvich panellari bilan ta'minlab kelyapmiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin do'stlar, biz sizlarga ustakalarimiz sendvich panel qotirish jarayonida qisqacha lavhani namoyish etamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, turi 60 metr bo'lgan uzunlikdagi bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panelimizni ustakalarimiz 5 daqiqaga qolmasdan ko'tarib, choklarini tushishlarini ko'rdilaring. Bir-biriga juda ham kiyilishlari sifatli, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Ushbu mijozlarimizga biz umumiy hisobda 2000 kvadratdan oshiqroq sendvich panellar yetkazib berdik. Parametrlarni bir qator eslatib o'taman. Tunukalarning qalinligi 0.5 mm va bazalt materialdan tayyorlangan 10 cm qalinlikdagi devor hamda tom uchun sendvich panellarni ishlab chiqarib berdik. Nima sababdan ushbu mijozlarimiz sendvich panel tanlashdi? Hozir qisqacha tushuntirib beraman. Birinchidan, joylar ko'rishlaring mumkin, maksimal bor joylardan foydalanish maqsadida mana chiqarib yengil konstruksiya qilishyapti va sendvich panel bu borada eng muqobil variant hisoblanadi. Ikkinchidan, izolyatsiyasi. Qishda issiq, yozda esa salqin havoni anchagina haroratni yaxshi ushlab turganligi sababli aynan bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panellarni ushbu mijozlarimiz ishlashgan va yana bir ma'lumot, bazalt materiali GOZ standartlariga 100% javob berganligi sababli yong'inga ham 100% chidamli mahsulot hisoblanadi do'stlar. Bazalt materialdan hozirgi kunda juda ham ko'plab zavodlar, omborlar, shirkatlar va o'sha GOZ standartlari tekshiruvdan o'tuvchi barcha kompaniyalar bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panellarni ishlatib kelishyapti. Do'stlar, kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi va bizni Instagram, YouTube hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ham kuzatib boringlar. Bizning kompaniyamiz haqida va mana shunday mijozlarimizni obyektlari haqida real ma'lumotlarni albatta ijtimoiy tarmoqlarda sizlarga yetkazib boramiz.